Assalomu alaykum barchaga. Sizlar uchun yangi video qilishdan to'xtaganimiz yo'q. Sizlar bo'lsa like ham bosmayapsizlar, nimagadir past obuna ham bosmayapsizlar. Nima sabab? 500 mingtaga yo 1 milliontaga qachon chiqamiz? Obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin, sizga oson. Shuni bitta obunani bosing, kommentariyaga ham video qanaqa chiqyapti, sizga yoqyaptimi, yo'qmi, qaysi joyi yoqmadi, shunisini yozib keting. Bo'lmasam videoni boshladik. Biz Tinch okeanining o'rtasidagi orolda qolib ketdik. Bu yerdan ketishning birgina yo'li esa yelkanli qayiq yasab, okean bo'ylab kilometrlab suzib, ana bu orolgacha yetib borish kerak. Nimaga? Tomoshabinlarga biz qiynalsak yo'qadi. Mayli boshladik. Ketdik. Nima izlaymiz? Qayiq nimadan yasaladi? Siz hech ham suzib ko'rmaganmisiz? Yo'q. Qarorgoh uchun bilaman lekin. Ha, taxmin qilgandim. Menimcha mana shu yer bo'ladi. Ha, mana shu yer yaxshi ekan. To'g'ri, bu 3D animatsiya, lekin shuni qurishimiz kerak. Bo'lishi mumkin emas. Qurmasak shu yerda qolib ketamiz. Siz aniq aqldan ozgansiz. Biz qayiqni qurishdan oldin biz bu yerga kerakli narsalarni olib kelib olishimiz kerak. Kema yasash uchun ham kerakli vaqtda yashash uchun joy kerak. Biz bolalar bilan shu qarorga keldik. Men doim o'ylardim, bolalar bilan orolda qolib ketsak, u yerdan chiqib keta olarmikin bizni. Bolalar ham shuni o'ylayapti. Shunday qilib biz qarigan chog'imizgacha bu yerda qolib ketmaymiz, lekin qal'a yaxshi qurilyapti. Biz nimalar olib olganimizni ko'ring. Ichimlik suyimiz ham juda ham ko'p. Qayiq qurgunimizgacha albatta yetadi deb o'ylayman. Bu qayiqni yashashimizga bizga qancha vaqt ketishini aniq bilmayman, lekin biz juda kuchli YouTuber bo'lganimiz sababli hech narsasiz qayiq yasashimizga ishonaman. Chandler, fikr bor. Xo'p, qani? Ushlab turibman. Voy, Chandler, qo'ling yetyaptimi? Shoxlar shilyapti. Qo'yib yubor meni, qo'yib yubor. Biz yashashga joy qurishga qiynalyapmiz, endi qayiqni qo'yaverasan. Qanaqa qurar ekanmiz? Balki ko'p vaqt olar. Ha, juda ham ko'p vaqt oladi. Lekin bu hali endigina boshlanishi, chunki biz bilgan edik, bu narsa oson bo'lmasligini va hech qanday xavfsiz bo'lmasligini. Barchasi ko'zimning oldida. Chidash kerak. To'lqin. Quyosh ham juda tez botib ketdi. Biz esa o't yoqishni amalladik. Tasha. Va biz reja tutyapmiz. Nolan, qayiq qurganmisan? Chandler, senchi? Yo'q. Men ham yo'q. Shu uchun Xesni chaqirdik. Bundan oldingi videoda ko'rishingiz mumkin, o'rmonda u hayot uchun juda ko'p kurashgan. Va ertaga u bizga yo'l ko'rsatadi. Qanday qilamiz bilmadim-ku, lekin bu yerda to'xtamaymiz. Birinchi kuni biz boshpana qurdik, xuddi kulbaga o'xshaydi. Ular bilan suzishni intiqlik bilan kutyapman. Ilgari bular hech qachon unday qilmagan. Va Xes nima qilishni biladi. Ertasiga ertalab qayiq uchun faqat u ishlayotgan edi. Nima qilyapsan? Hayot uchun kurashyapman. Hamma endi ko'zini ochyapti, sen esa qurishni boshlab yuboribsan. Nima qilamiz? Bu model qayiqimizda qanaqa bo'lishi haqida. Bizda ikkita korpus bo'ladi va ushlab turuvchi ustunlar va mana bu yerda yelkanimiz bo'ladi. Matosi qani? Nolan, ko'ylagingni ber. Nima uchun aynan men? Berasanmi yo'qmi? Wow! Mayli, faqat o'zim beraman, xo'p? So'ramiz, u suzarmikan? Suzyapti. Xo'p, mayli, modelimiz-ku bu yerda suzdi. Endi buni bundan ko'ra 40 barobar kattasini, ya'ni yarim tonna odamni mana shu orolgacha olib boradiganini qurishimiz kerak. Biz esa shu yerdamiz. Unda harakat qilamiz. Undan oldin bizga kerakli narsalarni yig'amiz. Mana bu ham ishlab qoladi. Bambuk juda yengil va suvga juda chidamli. Bu yerga undan ko'p bo'lsa zo'r bo'lardi. Lekin hamma bambuklar mana bu o'rmonning o'rtasida joylashgan. Men esa o'ylaganimdan xavfliroq deb o'ylamagandim. Hey, sen esa hoziroq yo'l ko'rsat, qani? Xo'p, mayli, changalzor ichida sizlarga nimalardan ehtiyot bo'lishni tushuntiraman. Chuqur ilon, sariq kiprikli ilondan va braziliyalik chaquvchi o'rgimchakdan. Rostdanmi? Hammasi joyida, qani ketdik bolalar. Yo'q, xudoyim, meni chumalalar o'rab oldi. Agar ariyasini teshib qo'ysam nima bo'ladi? Bunday qilmasligini maslahat beraman. Yo'q, bunday xato qilmayman. Bu yerda hamma narsa o'ldiradi xuddi. Bu nima edi? Bu yerda yashik bor ekan narsalar solishga. Bu ham nimagadir ishlab qolar, ha? Bo'lishi mumkin. Qani endi orqaga. Bolalar, sizda hammasi nima? O juda zo'r-ku. Bunaqangi yashiklar yaxshi yuk ko'taradi. Bu yerdan juda katta karabillar o'tadi va ular okeanga tashagan axlatlari orol chetiga turib qolgan. Biz ularni ishlatishimiz mumkin. Va qayiqni ham qurib olamiz. Axlat yig'ib bu yerdan ketamiz. Bu yerga ko'p axlatlar kelgan bo'lishi mumkin. Biz orolni boshidan oxirigacha tozalashimiz kerak. Mana shu kerak bo'ladi. Men yana bir ko'kbachoy topdim, lekin u singan ekan, jin ursin. Qo'y, Jimmy! Yana bitta topdim. Buni tekshirish kerak, ko'tararmikin? Ko'taryaptimi? Ko'taryapti. Ha, unda yaxshi. Yana bitta topdim. Hatto bukilmagan ham. Bo'lishi mumkinmi?
Juda ham isib ketganimdan hushdan ketay deyapman, lekin arziydi. Qayiq qurish uchun yetarli anjomlar yig'ildi. Lekin bugun havo juda issiq bo'ldi, quvvatimizni olib qo'ydi. Bilishimcha bugun juda kam narsaga ulgurdikmi? Umid qilamanki bu so'zlar boshidagi balig'i bor odamdan chiqmadi. Meni shlapamga til tekkizma. Wow. Buni sochib tushdi. 3 ga qayiq deymiz. 1, 2, 3. Qayiq. Ikkinchi kuni hamma juda ham charchagan. Aniq bilaman, siz hozir videoga like ham bosganingiz yo'q, obuna ham bo'lganingiz yo'q. 500 mingta bo'lishimizga ozgina qolgan. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, videoga ham like bosib qo'ying. Jimmy, bugun qilgan ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Shu ketishda ketsak 1 oy ketadi. Uxlang bolalar, ertaga qayiq qurishimiz kerak. Yaxshi dam ol. Nima bo'ldi, Nolanni oldida o shunchaki o'rgimchak. Yo'q. Mana. Qayerda? O, kattaligini qara. O, juda xavfli bo'lsa kerak. Yo'qoting, u meni oldimga kelyapti. Uni meni oldimdan oling. Yo, Xudoyim seni ursin. Yaxshi, o'girilib ol. Endi uxla, hech kimni e'tiborini tortma. Uxlashimga umidim komil emas. Yaxshi dam olinglar. Endi bunaqa bo'lmaydi deb o'ylayman. Ertasi kuni ertalab biz avvalgidek quyoshda erib ketishni xohlamadik. Shuning uchun ish joyini plyajning yuqori qismidagi soyaga ko'chirdik. Qanchalik issiqligini so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Soyali joyga borish uchun ham kamida 1 soat quyoshda yurish kerak. 2 soat deganda va yangi joy. Tillo-ku. Chandler yana bir bak topdi va yanada qayiq qurilishiga ishonchim ortyapti. Ha, yurib bolalar charchadi, lekin barcha narsalarimiz qayiq qurish uchun tayyor. Qo'limizdan kelgancha endi qurishni boshlaymiz. Quramizmi? Ha, albatta. Qani ketdik. Iloji boricha tezroq. Bilaman, ko'rinishi uncha yaxshi emas, lekin axlat kiyimlaridan qayiq yasashni o'zi bo'ladimi? Shunchaki ko'proq ishlash kerak. Men charchadim. Menga ber. Sen ishlab tur, endi men videoga olaman. Endi Chandler operator. Seni videoga olaman. Chandler, endi dam olish. Sen operator bilan ishlasanmi? Ana ularga yordam ber. Yo xudoyim, Darin qaralashmasang bo'lmaydi. Men ishonaman sen qayiq qurishni bilishingga, chunki biz qurishni bilmaymiz. Endi Darin qayiq quradi. Chandler videoga oladi va ancha-muncha ko'rinishi ham kelib qoldi. Lekin hattoki bir dona qovurg'asi ham to'lqinda sinib ketsa, biz okean o'rtasida qolamiz. Axlat terish vaqti keldi. Axlat, shunday atasak bo'lmaydimi? Bilmadim. Menimcha mana shu yaxshiroq. Bo'lmasam tag'in. Talashmaylik, hali qayiq qurish kerak. Mana bu bambuklar bizni paluba bo'ladi. Ana endi aynan qayiqqa o'xshayapti. Qancha o'sish bor? Nima qilamiz? Qani oldinga. Endi biz yelkan yasashni yoki to'siqlarni mahkamlashni yoki kechki ovqatni boshlashimiz mumkin. Kechki ovqat. Ovqatlanamiz 100%. Yaxshi. Biz kemaga nom berdikmi yoki hali ham o'ylayapmizmi? Chandler, o'ylayapmizmi? Mayli, unda shunday nomlaymiz. Tushundim. Ertasi kuni ertalab Hayes bizga to'lqinlar yordam berishi mumkinligini aytdi. To'lqinlar sohilga urilib orqaga qaytayotgan vaqtni agar biz ushlay olsak, ancha qiynalmasdan okean o'rtasiga chiqib olamiz. Lekin shamol va oqim bizga qarshi bo'lsa, hatto motorimiz bo'lsa ham biz bunga erisha olmaymiz. Hozir hamma menga umid bog'layapti. Agar men maqsadimga erishsam, hayoti davomida hech ham dengizga bormagan bolalar bilan maqsadimizga erishsak, men buni hech qachon esdan chiqarmayman. Bolalar, ahvol qalay? Charchadik. Hamma yo'g'im og'riyapti. Har bir qum zarrasidan zerikdim. Menga yaxshi bo'lyapti. Ovozingni o'chir. Xo'p, biz bugun qiladigan ishlar. Birinchi karkasni qo'yamiz, keyin esa eshkak yasash uchun narsa qidiramiz. Yelkancha qo'yamizmi? Yo'q. Oldin o'zini ko'ramiz, suzadimi yoki yo'qmi. Agar suzsa, keyin yelkan kerak bo'ladi. Suzmasa o'zim suzib ketaman. Chandler bilan yana narsa yig'ish uchun ketganimizdan keyin men tushundimki, biz bu orolga aniq tozalagani kelganmiz. Chunki qayiq uchun barcha axlatlarni ishlatyapmiz. Bu axlat qoldiqlari bizning oxirgi umidimiz, chunki bizga 4-bak ham kerak. Hozir bu turishda bu tomonni muvozanatdan saqlay olmaymiz. Ha, bizga 4-si kerak, lekin menimcha biz shu karkasni topmagunimizgacha qidirishni davom etishimiz kerak. Shunchaki bilib qo'yishingiz uchun aytayapman, hozir havo 40 gradusdan balandroq, sohilda esa juda qiyin. Nima gap, Chandler, kerakli nimadir topildimi? U bizga umidsizdek ko'rinyapti. Biz buni har bitta bog'lanayotgan joylarini mahkam qilib bog'lashimiz kerak, chunki bittasi sinsa hammasi rasvo bo'ladi. Shunday ekan, bu bilan o'zim shaxsan olishim kerak. Biz ko'kbakdan yana bir dona o'qtaryapmiz, lekin 2 soatcha vaqtimiz ketdi. Menimcha yo'qmikin. To'xtachi. Xo'sh, nima bormi? Albatta. Yo'q, xudo, albatta. Bu yoqqa kel. Mana shunday.
Yaxshi-ku ya, lekin yana bir yomon tomoni bor. Uni endi kilometrlab o'sha yerga olib borish kerak. To'g'risi Jinursin, men oxirigacha bora olmayman deb qo'rqaman. Harakat qilib ko'rishimiz kerak. Ichgani suv olmabmiz-da. Biz mana bu temir bo'lagini topdik. Va endi uni tagiga olov yoqib, unda plastmassalar eritmoqchimiz, chunki mahkamlashga juda oson bo'ladi. Endi olovni balandroq qilib ko'ramiz, qani plastiklar nima bo'lar ekan. Bu issiqda suvsiz qolganim yomon fikr bo'ldi. Yomon ichkim kelib, boshim aynalishni boshlayapti. Yo Xudoyim. Issiq. Darius! 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 Endi hech narsa qidirgani chiqmayman. Rostdan qidirgani endi qaytib chiqmayman. Heys! Heys! Men anchadan beri bunaqa xursand bo'lmagan edim. Darius ko'kbak olib kelyapti. Heys, menimcha Nolan yaxshi emas, u yomon ko'rinyapti. Xotirjam bo'l. Hol senga ichgani suv beraman. Ich, mana shuni ichib ol. Lekin rostini aytsam, u bag bilan birga rulni ham olib kelibdi. Shuncha mashaqqatga arziydi. Menimcha uddalaymiz Nolan. Nolan, hozirgi vaqtdan tushunyapsizki, biz barchasi uchun birgalashib harakat qilishimiz kerak. Biz ichimlik suvimiz yarmidan ko'pini ichib bo'ldik. Shunday ekan biz bu yerda uzoq qola olmaymiz. Va biz endi oxirgi bakni topganimizdan keyin uni tekshirish vaqti keldi. Endi barcha baklar karkasga mahkamlangan. Aynan shu baklar bizni suv ustida ushlab turadi va joyidan chiqib ketmaydi. Shunday bo'lsin. Agar ular chiqib ketsa, biz yana barchasini boshidan boshlaymiz. Xullas, bu ish ham bitdi. Endi ko'ndalang baklarni o'rnatamiz. Shu usulda 17 ta balkani bir-biriga bog'laymiz. Zo'r. Bu ikkala tomondan ham qilishimiz kerak. Sen uni sindirding. Biz okeanda suzish uchun hayotimizni mana shu arqonlarga topshiryapmiz. Biz hozir hal qilishimiz kerak. Bizda ikkita variant bor. Bittasi, uni shunchaki oxirigacha bitirib suzishni boshlaymiz yoki cho'kib ketamiz. Yoki uni boshida mashturishda sinab ko'rishimiz kerak. Agar bo'lmasa boshqatdan qilamiz. Sinab ko'ramiz. Ketdik cho'milishga. Ketdik. Yaxshi. Ayni o'sha vaqtda. Biz bu vaqtlarni qanchalab kutdik. Qani? Biz mana shunga ishonamiz. Shu bizni orolgacha olib boradi. Sen uni sindirding. Men qayiq quruvchisi emasman. Faqat bir narsani bilaman. Suzyapti. Mana, haqiqatan suzayapti. Bu bizni suvdagi sinovimizdan o'tdi. Endi tasavvur qiling, bunga paluba, yelkan, rul va eshkaklarni ham o'rnatamiz. Yigitlar, biz shunchaki uchyapmiz. Biz o'sha orolga yetib boramiz. Video boshlanganidanoq men buni qila olishimizni sezgandim. Lekin ko'rib turganingizdek, bizda muhim bitta detal yetishmayapti. Bizda hozir shunchaki sol bor, qayiq emas. Aslida shamolni ushlab bizni okean bo'ylab suradigan narsa yasashimiz kerak. Xo'sh, bu narsa yelkan yasaymiz. Bu yerdan ketish vaqti keldi. Ichimlik suv tugayapti. Nolanni hasharot chaqqan, u esa meni xavotirga solyapti. Meni 60 dan ortiq joylarimni chaqib tashladi. Qo'llarimni, mana bilaklarimni. Jiddiy aytyapman, agar ertaga suzib keta olmasak, yana qancha chidashimni bilmayman. Men hamma narsaga tayyor bo'lishni nazorat qilaman. Ertaga jo'nab ketamiz. Muvaffaqiyatsizlik. Plastik erimadi. Lekin suv qiziganda plastiklar erish kerak edi. Makaronam shunaqa. Tushunmadim. Shu uchun boshqa videolarimizni ko'ring. U yerda orolda qanchalik yaxshi yashaganimizni ko'rasiz. Nima? Eshit, qayiqqa kil degan joyini qo'yish kerak. Shunday qayiq xohlamasa ham yuraveradi. Yaxshi, yangi reja, Chandler. Sen nima qilayotganimni tushunding, to'g'rimi? Balki ha. To'xta, narigi tomonini o'gir. Yaxshi, biz uni bog'lab qo'yamiz. Tushundingiz-ku? Bu shunchaki sinab ko'ramiz. Nimaga? U Chandler bayroqqa o'xshab turibdi. Qattiqroq baylaymiz. Oha, bunaqasidan 4 ta yasashimiz kerak. Eshkak eshamiz. Yelkalarim hozirdan og'riyapti, hali soatlab eshkak eshish kerak. Bizga juda ingichka, lekin mustahkam bambuk kerak. Mana shu bizni yelkan. Bu xuddi qishloqdagi polonez matosiga o'xshaydi. Yaxshi. Res yelkanni mashtalarga bog'lagach, uni mahkamlash uchun teshik ochish vaqti keldi. Agar biroz noto'g'ri qilsang, yelkan tamom bo'ladi. Hammasi juda qiziq bo'ladi. Shunday qilib har birimiz o'z vazifamizni oldik va xuddi yaxshi sozlangan mexanizmdek ishlay boshladik. Ko'ylagingni ber. Rahmat. Men killen tayyorlayapman. Qayiq suzishidan xavotirdaman. Eshkakni tugatay dedim. Jenursin arqon tiqilib qoldi. Uddalay olarmikinmiz?
Ertaga orolga yetib borishga imkoniyat bormi yo'qmi? Bu qurilishning oxirgi qismiga bog'liq edi. Chunki hozir to'lqinlar juda ham kuchayyapti. Agar to'lqinlar orqaga qaytish vaqtiga to'g'ri kelsak, biz orolga to'g'ridan-to'g'ri yetib olishimiz oson bo'ladi. Agar bugun ulgursak, ertaga yo'lga chiqishga juda ham ideal. Oqim o'zgarishiga 12 soatdan kam vaqt qolgan bo'lsa-da, biz ishlashni davom etdik. Va yelkani tikka qilish payti keldi. Shamolni ham ushlayapti. Mana shunday, juda oson. Ko'rinishi yomon emas. Bo'ldi, tayyor. Shamol biz xohlayotgan joyga bo'lsa yaxshi. Agar bo'lmasa, buni mana bunday qilib yig'ishtirib qo'yamiz. Va shu bilan muammo hal. Молодец. Tez orada qorong'u tushishni boshlaydi. Qorong'u tushgungacha biz ishlarimizni qilib olishimiz kerak. Shuning uchun biz soatlab tun yarmigacha ishladik. Oxiri hammamiz butunlay holdan toyib qoldik. Yarim tunga oz qoldi. Chandler, sen nimalar qilyapsan? Men bilmayman ham nima deyishni. Menimcha endi hech kimning miyasi ishlamayapti. Men rol yasayapmanmi? Bunaqa paytda uxlayotgan bo'lardik. Rolga o'xshaydi. Arra ishlatishni bilaman. Sen qalaysan? Biz tugadik. Hammamiz birgalikda bu oroldan bir marta va butunlay chiqib ketish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Butun tun bo'yi faqatgina bir narsa tushimga kirib chiqdi. U ham bo'lsa, bu oroldan ketib oilamni bag'riga borganim. Lekin bu oroldan ketishning yagona yo'li faqatgina o'zimiz yasagan qayiq bilan xavf-xatarga to'la okeandan suzib o'tish. Bugun barchamizning hayotimiz ona tabiatning qo'ynida. Bugun kechgacha ana bu orolda bo'lamiz barchamiz. Va bizni maqsadimizga yetkazadigan narsa bu bizni kemamiz va o'zimiz. Qani Olg'a, ana okean. Axiri shu ishni qilyapmiz. Ishonish qiyin. Bir haftalik mashaqqatli mehnatdan keyin mana shunaqa narsani yasabmiz. Bu aniq oson bo'lmadi. Yo'lga chiqishimizdan oldin yo o'sha orolga yetib boramiz yoki Tinch okeanida xuddi Titanik kabi cho'kamiz. Titanik Atlantikada cho'kkan-ku. Hammasini buzding. Xo'sh, bu oroldan ketishga kim tayyor? Hammamiz. Charchab qolsangiz nima qilasiz? Eshkak eshamiz. Yana ham qattiqroq charchasangizchi? Eshkak eshamiz. Eshkak eshkiz kelmasa-chi? Eshkak eshamiz. 1 2 3 ga eshamiz. 1 2 3 eshamiz. Menda esa yo'q. Hayajonli daqiqalar. O, yaxshi. Bo'la qolinglar. Biz ancha oldinroq yurdik. Bolalar, hozir yoki hech qachon. Bolalar, osilib qoldim. Qani davom etamiz. Hamma bor kuchi bilan. Eshkaklarni eshamiz. Bo'la qoling, bo'la qoling. Men tomondan juda og'ir bo'lyapti. Men tomondan ham. Bo'lin. Uncha emas, uddalash qiyin. Eshinglar. Hammamiz. Bo'la qoling, hammamiz. Yo xudo, bugungi kun umrimdagi eng qiyini bo'ladi shekilli. Biz yoki suzamiz, yoki o'lamiz. To'lqinlar bizga yordam beryapti. Biz yetib boramiz. Ritmni ushlab olinglar. Oqimni o'zi bizni olib ketyapti. Ammo bu oqim tez orada tugaydi. Chunki biz bir necha soatdan keyin suv bizni boshqa tomonga, ya'ni ochiq dengiz tomon olib kirib ketadigan bo'g'ozga kiramiz. Shuning uchun hozir kuchimizni berishimiz kerak. Shunda orolga imkon qadar yaqinroq borib olamiz. Yelkanni ochish kerak. Ehtiyot bo'ling. Endi shamolni ushlab orolgacha yetib bora olamizmi yoki yo'qmi ko'ramiz. Mana yigitlar, shamol esyapti. Ha, albatta. Soatiga bir tezlikda ketyapmiz. Soatiga 1 kilometr demak yetib boramiz. Unchalik mas'ul, muhimi yuryapmiz. Mana hozir biz mana shuncha suzdik. Boradigan joyimiz esa hali ko'ringani ham yo'q. Chunki biz boradigan orolgacha hali 8 kilometrdan oshiqroq masofa bor. Bu qancha vaqt olishini bilmaymiz. 20 minutdan beri suzyapmiz. Ahvol qalay? Men juda charchadim. Yomon. Alanglashni boshlayapman. Kechirasizlar, biz to'xtov suzishimiz kerak. Meni esa aqlim yetib qoldi. Biz 1 soat suzganimizdan keyin meni qo'llarim ishlamay qolyapti. Sizlarga havasim kelmayapti. Bo'g'ozga yetib bormasligimizdan oldin ham holdan toyib qolamiz. Deyarli shamolga qarshi suzyapmiz. Juda qiyin bu. Va kapitanimiz sifatida. 10 tomon eshkaklar. Eshitaman. Yaxshiroq eshinglar. Bellarim qotib qoldi, eshkakni avtomatik eshyapman. Xeyis reja o'ylab topdi. Hozirgi eshkak eshish usulimiz yaxshi ish bermayapti. 20 minutdan dam olib eshsak, dam olish vaqti bo'ladi. Troy, 10 tomonga o't. Nolan, bu yoqqa kel. Ha, navbat bilan eshamiz, bittadan dam olamiz. Hozir men dam olaman. Yelkam yomon og'riyapti. Jimmy, alishaylik. Eshkak eshish mening navbatim. Qani bo'shashmaymiz? Endi uchamiz. Hammasi yoki hech narsa. Menimcha 45 minutdan beri suzyapmiz. Yo'lni 20% ni suzdik menimcha. Lekin bo'g'ozga yaqinlasha boshlaganimizdan keyin ishlar chappasiga keta boshladi. O yo'q, eshkak sinib qoldi.
Bu juda ham yomon. Bilaman. Joyiga qatirib ko'rsam bo'lar. Bo'lmaydi, lekin oldiga suzish kerak. Faqat eshkak bilan tugamadi. Yo'q. Qayiq tutqichi sindi. Hech ham tushib ketdi. Eshishni davom ettiryapman. Kechirasiz. Bu yomon. Uning ustiga oqim bizni umuman boshqa tomonga olib ketayotgan edi. Voy to'xta, biz aniq yon tomonga burilib ketyapmiz. Agar yo'nalishdan chiqib ketsak, hammamiz birga eshkak eshamiz. Bor kuchingiz bilan. Shamol ham kuchayib boryapti. Men bor kuchimni ishlatyapman. Qattiqroq eshsak tezroq buriladi. Xuddi shunday bolalar, yaxshi ketyapmiz. Yaxshi, biz yo'limizga tushib oldik. Biz maqsad bo'ylab ketyapmiz. Biz suzyapmiz. Boshlash juda qiyin bo'ldi, lekin ritmga tushib oldik. Sizlardan boshqa hech kim bilan okean o'rtasida bo'lishni xohlamasdim. Ha, orolimizdan ancha uzoqlashib ketdik. Sohil hatto ko'rinmayapti. Hozircha osonroq suzyapmiz, lekin orolgacha ancha bor. Uzoq vaqt degani endi ancha yengil eshitilyapti, chunki oldinda suzishimiz uchun ancha charchog'imiz bizni kutib turibdi. Men chanqab ketdim. Chandler, sendacha qalay? Meni ko'nglim ayniyapti. Biz juda ko'p vaqt suzdik. Menimcha 2 soat bo'lsa kerak. Biz qayiqni 6 kun davomida qurdik va 12 soatdan ishladik. Shuning uchun hammamiz charchaganmiz. Nimaga bilmadimmi, yelkam yomon og'riyapti. Chandler, alisharmiz. Og'riqdan ko'zlarimdan o'q chaqnayapti. Biroz quritilgan go'sht yesam kuch bo'lar. Quyosh yomon kuydiryapti, lekin xuddi cho'q kabi yomon qizib ketyapmiz. To'g'risi borishimizga ko'zim yetmayapti. Lekin aytganimdek, bu bo'g'ozdagi oqim juda kuchli. U bizni o'ta xavfli ochiq okean tomon itarishga harakat qiladi. Endi unga yetib borishimizga soatlar emas, sanoqli daqiqalar qolgandi. O, katta to'lqin. Ana shu bo'g'oz. Hozir ochiq okeanga chiqyapmiz. Oqim bizni tortyapti. Daring, to'xta. To'xtanglar, eshak eshmay turing. Tushunmayapsan, hatto 5 sekundga to'xtasak ham oqim bizni burib yuboradi. Lekin shamolga qarshi burilib qolamiz. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Baribir buryapti-ku. Ha, mayli, unda boshladik bolalar. Biz shu bo'g'ozdan tezda o'tib ketishimiz kerak. Bu yerda oqim ham, shamol ham kuchli. Bizni faqat kuchimiz ushlab turibdi burilib ketishdan. Men to'xtaganim yo'q. Menimcha sekinlashyapmiz. Ha, sekinlashyapmiz. Ikkinchi nafasni olamiz. Orqaga eshkakni eshinglar. Bo'la qoling, bo'la qoling. To'g'risi hamma kuchimni ishlatyapman. Yaxshi bolalar. Holimiz qolmadi. Juda charchadik, lekin taslim bo'lmaymiz. Hozir qusib boraman. Taslim bo'lish variant emas. Qazishimiz mumkin emas. Juda ko'p mehnat qildik. Biz manzilimizga yetib boramiz, aniq. Qo'lim makaron bo'lib qoldi. Oldin ham shunaqa edi. Hozir oldinga boraman. O'zim burib yuboraman bu qayiqni. Soatlab bizni tinimsiz chap tomonga tortardi. Hammamiz birga. Ammo oqim bizni 10 tomonga ham itarardi. Ba'zida qayiqni bir joyini o'zidan aylantirib yuborardi. Boshim aynalyapti. Qani hammamiz birga. Va biz joyimizda turganimizni sezib qoldik. Menimcha tiqilib qoldik. Ha, tiqilib qoldik. Biz o'zimizni okeanning qoq o'rtasida yengilgandek his qila boshladik. Nima deb o'ylaysiz, bu yerda akula bormi? Ha, 100%. Va shu paytda orqaga ham yo'l yo'q edi. Hatto oldiga yurishga ham umid yo'q edi. Menimcha Jimmy hozir qusadi. Chandler esa uxlayapti shekilli. Biz okeanda 6 soatdan baqib suzyapmiz. Darius esa dam olgani ham yo'q. Hech qayiqni boshqaryapti. Jimmy esa dengiz kasali. Xullas, men ortiq chida olmayman. Biz Chandler bilan suzishga yaramay qolganimiz uchun qolgan hammasi Darius, Nolan va Hayesga qolib ketdi. Darius, sen zo'rsan. Rahmat. Orolgacha yana 5,5 kilometr bor. Agar to'g'ri shamolni ushlasak, oqimga shamol yordamida tezroq bora olamiz. Lekin muammo shundaki, boshida juda kuchli vaqt yo'qotdik. Hozir esa xuddi tepaga chiqib pastga tushayotgandekmiz. Ammo ularning harakatiga qaramay, butun jamoa birgalikda ishlamaganida buni uddalay olmasdik. Menimcha joyimizda turibmiz. Men titrayapman. Do'stim ham qaltirayapman. Bu yerda 7 soatdan beri suzyapmiz. Qayiq biz rejalashtirgandek suzmayapti. Uddalaymiz deb o'ylagandim. Ha, manam juda yaxshi ketayotgan edik. Endi to'xtab eshkak eshmayotganimizda orqaga totib ketyapti. Endi tinch okeanining o'rtasiga ketyapmiz shekilli. Menimcha endi So'z raketasini otish vaqti keldi menimcha. Men qarshi emasman. Boshqa chida olmayman. Men yo'lga chiqqanimizdan beri 7 soatdan beri eshkak eshyapman. Bilmadim. Meni umuman kuchim qolmadi. Boradigan joyimiz ana bu yerda turibdi. Bir uzoq, bir juda yaqin. Yo'lga chiqishimizdan oldin bir-birimizga so'z bergan edik. Hatto kuchimiz qolmasa ham nima qilamiz? Suzamiz. Shu qayiqda kuchim qolmay yotib qolganimda 2 kun oldin aytgan gapim esimga tushyapti.
Ba'zida to'rt do'stim bilan orolga tushib, yelkanli qayiq yasash juda yoqimli. Bu hafta juda qiziqarli o'tdi. Umidlarimiz endi so'nishni boshlaganda mo'jiza yuz berdi. Tabiat o'zi bizga yordam bera boshladi. Bilmadim, menga shunday tuyulyaptimi, hech narsa qilmasak ham orolga qarab burilyapmiz. Shunchaki bu to'lqin yerdan qaytayotgan va ayni shu paytda sabr qilganimiz samara berdi, chunki biz bo'g'ozdan chiqa boshlagan edik. Darius, yaqinlashyapmizmi? Ha, menimcha orolgacha 4-6 kilometr. Menimcha kerak. Bor kuchimni beraman. Men nolishim mumkin, lekin hali kuchim bor ekan, taslim bo'lmayman. Endi qani 3ga? Suzamiz. Menimcha endi uddalaymiz. Biz 8 soatdan beri suzyapmiz. Quyosh kuydirib yubordi, qornimiz och, alamzadamiz, lekin maqsadimiz yo'lida to'xtamaymiz. Yana 4 kilometr qoldi. Agar to'xtamasak albatta yetib boramiz. Sen shubha qilyapsanmi? Yana yetib borishimizga 4 kilometrcha qoldi. Bolalar, xursandmisiz? Ha! Suzamiz. Darius, 4-2 bo'lganini eslaysanmi? Ha, endi 1-6. Va mana orolga yaqinlashib qoldik. 1-4dan keyin nima bo'ladi? 1-3. 1-3dan keyinchi? 1-2. 1-2dan keyinchi? 1-1. Biz deyarli yetib qoldik, juda baxtliman. Ufqdagi quruqlik ko'rinyapti. Lekin biz erta xursand bo'lgan ekanmiz, chunki oldinda yana bir to'siq bor ekan. Oqim o'zgarishiga yana 20 daqiqa qoldi. Agar bizga shamol va suv qarshi bo'lsa, biz motor bilan ham eplay olmaymiz. Ana bolalar, bor kuchimizni ishlatamiz. Maqsadimizgacha 1,5 kilometr qoldi, lekin oqim bizni ortga olib ketsa, biz orolgacha yetib bora olmaymiz va videomiz barbod bo'ladi. Bizni oqim o'ngga suryapti. Orolning yonidan o'tib ketyapmiz. Bu hazilmi? Bolalar, o'zingizni ushlang. 15 daqiqadan keyin marrada bo'lamiz. Barcha kuchi bilan. Qani? Qayiqda 11 soat yutqizishga haqqimiz yo'q. Bu bizni omadimiz. Bizga orol ko'rinib turibdi va biz u yergacha yetib boramiz. Yana 10 daqiqa. Hozir qusib yuboraman. Biz yo'lni 95% ni bosib o'tib, juda ozgina masofa qolganida hammasi yana teskariga keta boshladi. Shamol yo'nalishini 10 tomonga o'zgartirdi. Yelkanni tushiraymi? Shamol bizni janubga uzoqlashtiryapti. Yelkansiz shamolga qarshi bora olmaymiz. Shamol qayoqdan esyapti? Shamol yuzimga yuryapti. Hey, yelkanni ko'tarish kerak. Bu ish bermaydi. Qancha vaqt qoldi? 5 minut. Harakat qilamiz, bo'lmasa yeta olmaymiz. 10ga, mana shunday. Tur. Nima uchun okeanda? Bunchalik qiyin. 3. Harakat qilish kerak. 2. Suzish kerak bolalar. Bo'lish kerak bolalar. Katta to'lqin keldi. Bo'la qoling bolalar. Bor kuchimiz bilan qani? Oldinga. Harakat qilyapman. Men ham. Suzamiz. Xavotirdaman. Endi oldinga qarab yurmayapmiz. Birozdan keyin ortga ketishni boshlaymiz. Agar suv ortga qarab yurishni boshlasa, biz qo'limizdan kelgancha harakat qilsak ham hech narsa qila olmaymiz. Oz qoldi-da. Yana oldingami? 800 metr qoldi. O'zimiz suzsak boramiz. Hammasi tugadimi? Hammasi tugadi bolalar. Meni kechiring. Ishonish qiyin. Orolga yaqin kelgan edik-a. Endi esa undan tobora uzoqlashyapmiz. Shuncha intilgan narsang qo'lingdan sirg'alib chiqayotganini ko'rish. Hozir yig'lab yuboraman. Biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bu yomon. Deyarli uddaladik. Shu yasama qayiq bilan qariyb 12 soat eshkak eshgandan keyin, atigi 20 daqiqa tezroq bo'lganimizda u yerda bo'lar edik hozir. Yaqin keldik, kechirasizlar. Tezroq harakat qilish kerak edi. Raketani otamiz. Mana ol. Bu men kanal uchun suratga olgan eng og'ir sinov bo'ldi. Eng alam qiladigani shunchalik yaqin kelib, faqat oxirida oqim yo'nalishi o'zgargani sababli yetib bora olmadik. Nima deyishni ham bilmayman. Yutqazishni yomon ko'raman. Bu tuyg'u menga juda og'ir botadi. Sizlarni ham hafsalangizni pir qilgandekman. Kechiringlar. Lekin va'da beraman, sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'llab tursangiz, keyingi videoda albatta u yerga boramiz. Ko'rishguncha. Ekraningiz o'rtasida dumaloq qalqib chiqqan kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu bizning yangi Shuko Live kanali. Bu yerda sizlar uchun tez orada qiziqarli jonli efirlar o'tkazamiz. Ekran chetida chiqqan videolarni ham tomosha qilishga tavsiya beraman. Zerikmaysiz. Hammaga omad.